Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan tashdid qoidasini o'rganamiz. Avvalo sizlar bilan tashdid, ya'ni shadda ma'nosini bilib olamiz. Uning ma'nosi bir harfni ikkita talaffuz qilishdir. Harfning birinchisi sukunli, ikkinchisi esa harakatlidir. Fathali, kasrali, dommalidir. Lekin do'stlar, shu ikki harf talaffuz qilinsa-da, biri yozilmaydi. Misol uchun, at-talamiz. Bu yerda ta harfini ikki martaligini eshityapmiz. Biri sukunli t, biri fathali ta. At-talamiz. Lekin ko'rib turibmizki, ta harfi bitta yozilgan, tepasida esa shadda belgisi va fatha yozilgan. Shadda belgisi qanday yoziladi? Shadda belgisi sin harfining boshlanishidan olingan bo'lib, shu ko'rinishda yoziladi. Tashdid hech qachon so'z boshida kelmaydi. So'zning o'rtasida yoki oxirida keladi. Masalan, as-sur'a. Bu yerda tashdid so'z o'rtasida kelgan. Ammo zillu so'zida esa tashdid so'z oxirida kelgan. Endi do'stlar, yana misollar bilan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Asallah. Qani topingchi, bu yerda qaysi biri to'g'ri yozilgan? Birinchisimi yoki ikkinchisi? Demak, ikkinchisi to'g'ri. Qani keyingi misolda-chi? Al-muallim. Bu yerda esa birinchisi to'g'ri. Mamnu' so'zida-chi? Demak, ahamiyat bering, birinchisi to'g'ri. Chunki birinchi harf harakatli, ikkinchi harf esa sukunli kelmoqda. Bunday holatlarda tashdid ishlatilmaydi. Bizga qo'shiling, birga o'rganamiz.